Assalamualaikum Köteber muhterem yetekçi. Assalamualaikum Nahmaydandaki mehmanlar. Assalamualaikum ekran aldırki İpek Yolu Sadası programısının aziz iştirakçıları. Çin güzel İpek Yolu Sadası programısı. Riyasat çıkarın içinler Nicat Veli Yaktın. Hem olağa sevginiş. Salam, Ali ekran. Çin Nuribiye Teknikisi Sultan Zatı işlengen güzellik meydanı Çin güzel gırım buyumları. Mayırlağa Ahmet dileydi. Qadrli do'stlar, agar programmamizning har sonini qo'ymay ko'rib kelayotgan bo'lsanglar, cho'qim yod oladi va bizning 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mayirlarimizdan mukofot buyumlari intayin katta. Bunda hidoyatsiz tunishtirib o'tasiz. 1-chi darajaga erishgan mahirning Hasan Maqani qo'lchili ishlab Sablava hasini bozorga solgandan beri xalqimizning yaxshi iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paxtil musulmon yemak ishlab chiqarish sertifikati 200 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. İkinci derecelik mukofot uzak yıllık tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib ixtiyor markasidagi a'lo sifatli yurishlik sodasini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi ixtiyor fan-texnik taraqqiyot shirkati 150 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotimiz bo'lsa, Uyg'ur tibobatchilikda belgilik o'sish hosil qilgan Xinjiang Kinara mablag' tizgi Erkan mahsulotlar ta'minlagan 100 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. 4-chi darajalik mukofotimiz bo'lsa, xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Xinjiang Mötrar xalqaro so'tek shirkati arzuq kiyimchiligi ta'minlagan 50 million qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunday qilmasa, bu mukofot o'yinlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorligimi intayin puxta. Final mahbusan Nicat, bugungi bu raqobat sahnamizningki shaklini tanishtirib o'tamiz. Bu haqiqatan ismi jismiga loyiq raqobat sahnasi bo'ldi. Chunki bu bosqichdan e'tiboran har bir guruhidagi 32 nafar mayir o'z guruhidagi a'zolar bilan ishkidan bo'lib bayga yechidi. Bu jarayonda yetakchi o'qituvchilar ularning har ikkilisini tanlab qasmi va yoki orasidan birini tanlasmi va yoki har ikkilisini tanlamasmi tamoman bo'ladi. Bizning yetakchilarimiz mayirlarni tanlash jarayonida tanlanmay qolgan mayirlarni boshqa yetakchilarimizdan tanlab olish huquqi bo'ladi. Biroq bu son faqat va faqat bir. O'zbekistonda bizning boshqa yetakchilarimiz bu sondan voz kechsimi tamoman bo'ladi. Bo'ldi, undaqda naq maydondagi tomoshabinlar, shundaqla ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Qani undaqda vaqtni ching tutib, Erkin Abdulla guruhining birodarlar sahnasidagi keskin raqobatini boshlayib o'taylik. Birodarlar sahnasi, yoshlar sadosi, yurak nidosi. Kelimiz üçün alkış sadalarımızın bizdeki İpek Yolu Sadası programımızdaki film işlikçisi şundakla baş rejissörü Muhtar Buğra Efendimiz'e hem de rejissörü Mehmetcan Abdülkadir Efendimiz'e şundakla bizden Köteber yetekçimiz'e. Hoş, bugün yukarıda ötmekendek Buradarlar sahnesindeki keskin raqobat başlamış aldı. Aldılar. Erkin Abdullah Efendimiz'e Buradarlar grupsundaki buradarlarga deydigan qandoq bakın. Assalomu alaykum qurdoshlar. Assalomu alaykum birodarlar. Bugun bizniki birodarlar guruhiniki naqsh kechlikka boshlash olib turdi. Nima uchun naqsh kechlikka deyishimda buning sababi bor. Bizning birodarlar guruhi shu raqobatni hamkorlashishga aylantirib, o'zaro musiqalarni chelishib berib, cho'nqur do'stlik va hamkorlik bo'libmi birodarlik munosabatini o'rnatdik. Shuna naqsh kechiligi deb atadik. Hamda garchi bu bir naqsh musobaqasi bo'lsa-mu, lekin boshqalarni yengan botir emas. O'zini yengan botir. Ya'ni shu naqsh kechiligi orqali xalqimizga har qaysi mayirlar o'ziniki yangi naqshlarni yoki o'zlashtirgan naqshlarni yangi chiqishlar bilan etganmoqchi. Shunday bilan bizning programmamizning qoidasi bo'yicha 32 dan oldik kirimiz. Shunga eng beshida shu noma'lum 16 nafar birodarimga oldidan bir kechirim aytib olsam, ondan bizning naqsh kechishimiz boshlangandan keyin bu naqshimizga degan insanlarga xo'shallik yetkazadigan narsa. Bu musobaqalar yanada cheklanib qolmaydi bizning yo'limiz. Shunga men bu qiyinchilik qilmasam, birodarlarim, biz shu naqsh kechishimizni va'da tuzib bir qilib olsak. Rahmat alayga. Rahmat.
Şuna Erkin Abdullah'ın ait doğruyeti başkalarını yemiş emas, özünü yemiş en zor kaldı. Bugünkü bu sahnede sizin kolasınızda 32 yıldızın 16 yıldız kötürülüp 90 yıldızға aylandı. Bu ayrılığımızға ametledik. Belki dostlarga ayan buluşu mümkün. Bizden bu basıtımızda yeri ikinci basıtı raqabet basıtıda her bir yetekçimizin kolu altındaki 32 nefer mayır iki grup çıkardan bir grup bulup özara raqabetga düşüp en ahırda bu 32 nefer mayırların içinde fakat 16 bin bu sahnimizde yana davamlıq musabiq qilish fursatiga erishdi. Assalamu alaykum. Ben Erkin Abdullah. Ben 1978 yılı 10. ayın 18. günü Qağlıq Nayısınki Çopan Yezdi tug'ilgan. Tuluqsiz o'rta maktabdan boshlab gitarga qiziqib, ondan 1997 yılı Markaziy Millatlar institutiga o'qishga borgandan boshlab muzika tashkillash va ijodiyat qilish bilan shug'ullangan. 2002 yılı tunji plastinkam Karvan yo'lini tarqatgan. Shundan keyin hozirgacha Karvan yo'li, Nomber kecha, shahar kechisi, blog, Dönkörk haqida, Parang, Ming uy, Karvan yo'li qatorliq 7 plastinka ishildim. Bu jarayonda men bu o'xshashlar, masalan 2003 yili Madaniyat ministrligi o'rlashtirgan mamlakatlik naqshi musobaqasiniki amaliyot naqshi etish uslubida birinchi darajaga mukofot berishgan. Undan boshqa Beijing televiziyasi va Yaponiyaniki Fushu televiziyasi birlashib o'tkazgan naqshi musobaqasida chempion bo'lgan. Undan boshqa Osiyo naqshi muzika ko'riki, Nanning xalqaro muzika ko'riki qatorliq ko'raklarda Uyg'ur qizi, Men o'lay qatorliq naqshlarim eng nodir ijodiyat mukofotiga erishgan. 2014 yili Xinjiang televiziya stansiyasining taklifi bilan Ipak yo'li sadosi Xo'sh ovoz programmasiga yetakchi o'qituvchi bo'lish uchun keldim. Shu munosabat bilan oldi bilan taklif qilgan o'rinlarga jumladan xalqimizga ko'pdan ko'p rahmat. Chin dilimdan shu o'rinda o'tirganimga samimiy rahmetimni va xalqimizga salomimni yo'llayman. Naq maydondagi mehmonlar, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Sizlar bugun raqobat sahnasida mahoratini ko'makchi bo'lgan qarindoshlarimizning tayyorligida bizniki yetakchi ustozimiz Erkin Abdullahning yurak qani bo'lib qolmasin, yana uningga yordamlashgan aytim muhim bir shaxs bor. U bo'lsa-mu Akbar Qahramon. Şuna Akbar Qahramon efendimning mana shu Erkin Abdullah efendim tanlab chiqqan 32 nafar mayirning bugundan e'tiboran bu sahna o'zining iqtidorini namoyon qilib raqobatga tushishida nurg'un ajrlarni so'ndirdi. O'zida Akbar Qahramon efendim o'zining tilaklarini shundoqla mayirlarga atkagan yaxshi rag'batlari bilan birlikda bu sahnamizga yetib keldi. Undaqda qizg'in olqishlarimiz bilan Akbar Qahramonni sahnamizga taklif etamiz. Sımsım yağmur Kıyalında kimle vardı Sımsım yağmur Kıyalında kimle vardı Perişten armanının bana kaldı Periştemnin küzüsüyse armanının
Çin Nuri Biyofen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik menin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omet tilaydi. Unak bo'lsa, navbatda birodarlar gruppasidagi birinchi sahnaga chiqib raqobatlashmoqchi bo'lgan birodarlarimiz zodi kimlardir? U bo'lsa-mu, Ot shahridan kelgan İlyar Damullu bilan Qashqardan kelgan G'anizat Hamid qarshi olamiz. İlyar Damullu aldın qitim san'at institutining milliy orkestri bilan shunday chiroyli xalq naqshi etib bergan. Bu qitim yana shu davomli xalq naqshiga tayyorlik qildi. Avazning yaman to'ri var rasmiy. Sistemlik müzik terbiyesi, naqsh terbiyesi algan. Birodarlar sahnasi qatnashgandan keyin o'xshamagan har xil uslubdagi birodarlar bilan uchrashdim. G'anizat Hamidmi shundaq. Ikkisiniki adayligi yanla o'xshamaydi. Asosliqiligi har bir shaxsniki o'ziniki adayligi bor. Shunga İlyar Damullu bilan G'anizat Hamid oldin qitimni xalq naqshi etgan chiqlaydi. Shunga bu qitimni o'ziga tushirgan naqshlarni İlyar Damullu xalq naqshi etmoqchi, G'anizat Hamid turkcha naqsh etmoqchi. Naqshim bilan yana bir o'zgartish qilib baqsam, turkcha bir naqsh etmoqsam dedim men shu birodarlarniki fikrini hurmat qilib, ishkelan sahnaga bo'lmoqchi. Benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmaz olsun benim yüreğime, güven vazgeçemem. Ben birodarlar sahnasiga kirganimdan shunday xush bo'laman. Bu sahnaga kirgandan keyin nurg'un do'stlar bilan tanishdim. O'xshamaydigan uslubda naqshlaydigan do'stlar bilan aloqa qildik. Bilmaydigan narsalarni o'rgandim. Sahna amiroyim G'anizat bilan maktabdishim, uning alayligini, ovoz o'rni, qasdiyatini to'liq tushunman deb o'ylayman. Endi musobaqada mening bu do'stimni uchiq tuzuk bir ishonchim yo'q. Lekin o'sha naqshini men tuttiribman degan asosda emas, tutaman degan asosda chuqur yaxshi o'rnab chiqishga tirishaman. Men hozir sahnaga chiqish olib turman. O'ylaydiganim o'zimningki eng yaxshi alayligini joriy qildirib, eng yaxshi kayfiyatim bilan bir naqshni chiqishni o'ylayman. G'alaba qilish ishonchim bor. Men buda chiqmoqchi bo'lgan naqsham amibop uslubdagi turkcha naqsha. Erkin ma'lum menga amibop uslubdagi naqsh uslublarini yaxshi yeteklab mengatadi. Men shu qumush naqshni yaxshi o'rnab chiqishga tirishaman. Ishkelan sahnaga chiqish oldi turdi. Shunga İlyar Damullu bilan G'anizat Hamidga yana davomli omad tilaydi. Gizam gülşenge aylandı, cananım bir kırık etti, Gülistan bağda Gülistan bağda seyli kılıp devran sürüp ketkin Veda sayrışar bulbul İtizdaki şişer duldul Veda sayrışar bulbul İtizdaki şişer duldul Kül
Günlüktür hayat neydi? Ölen yayrak gülür tepki. Ölen yayrak gülür tepki. Hasretini silmem gerek. Güneşimi kaybettim. Hasretini silmem gerek. Güneşimi kaybettim. Yüzlerini gülmem gerek. Yaşamaya gündüm biçim. Hasretini silmem Mayli bugun Erkin Abdulla efendim bu ishga nafar mayir qarta qanday qarorlarni chiqarishidan qat'iy nazar biz sizning qolishingizni hurmat qilamiz. Biroq shundaqmi, oldi bilan biz yana qolgan 3 nafar muhtaram yetakchimizning efendim xonimlarning sizga bo'lgan tavsiyasini anglab baqsak. İlyar o'zini aytdi, astoydil tayyorlik qilibdi, savoqdoshlar bilan, do'stlar bilan bizga chiroyli Uyg'urcha naqsh aytib berdi. Ya'ni ko'rib ketgan degan naqshni ustozimiz Iminjon Yusuf akaning ijodi bilan. Bu naqshimi yaxshi chiqdi menimcha. G'anizatning do'stlar bilan tayyor qilib kelgan naqshisi xeyli texnik talab qilgan naqshga. Texnik jihatdan Erkin inimninki mushu ishki o'quvchining birini tanlab olish uchun yordam kerak bo'lib qolsa, men bu ishki o'quvchimizning ichidan G'anizatni tavsiya etaman. Rahmat mehmonlar, shu topda Abdulla efendim o'z tavsiyasini aytib o'tdi. Undaqda Mahmud Sulayman efendim. G'anizat tarbiyalangandek turdi, ammo lekin o'zining tabiiy bir o'rta ovoz aralash bir monbaka. Demak, sizning tavsiyangiz bizning sahnamizdagi bir tol gul. Suyimlik Nurnisa Abbas xonim. Bugun sizning tavsiyangiz qanday bo'ladi? G'anizat inimiz ovozningki hissiyot jihatdan nihoyat yaxshi bir taraf qilibdi. Ham buningga ajr qilibdi. Ovozningki shu qismi bek chiroyli ekan. Andan keyin Ilyar inimiz xalq naqshini hammamiz biladigan xalq naqshini aytdi. Biz intayin hayajonlandik, xush bo'ldik. Endi agar Erkin birodarimizga yordamlashib tavsiya qiladigan ish bo'lganligi uchun men Ilyar inimni tavsiya qilaman. Ekrandagi ko'rman do'stlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Shu topda biz Erkin Abdulla efendimning boshqa 3 nafar yetakchimizning tavsiyasini anglab o'tdik. Nayt aniqki bizning 2 nafar yetakchimiz G'anizatni tavsiya qildi. Nurnisa xonim bo'lsa Ilyarni tavsiya qildi. Unda bo'lsa Erkin efendimning bahosi va qarorini anglab boqaylik. Ilyar Namulli birinchi qitim xalq naqshi aytgan, men shu vaqtda men sizga hech qanday o'zgartirish kiritmayman degan. Biz shu bo'yicha mangduq. Bu qitimmi men Ilyarniki naqshisiga hech qanday o'zgartirish kiritmayman. Shunga men intayin ishonch bilan o'zimga qo'ysadim, naqshni nihoyat yaxshi o'rildingiz. G'anizat oldin qitim xalq naqshi aytgan, bu qitim Türkçe naqsh aytdi. Menimcha mush o'zgarish hosil qilishni o'zi bayotini ilib aytgan, o'zini o'zi yenish. Bundan boshqa bu yerda ba'zi hojat yo'q.
oşukça kechirim so'rashniki hojat yo'q deb o'ylayman o'zimcha. Beshida men hamma shu noma'lum 16 aylardan kechirim so'rayotdim. Shunga qisqasi kishidek mardona alda xo'shlashsak vaqtincha. Davomliq men bilan 16 ga qadam qo'ygan birodarim Bir yerde erkekler kuvvet içindeki samimi asker. Programımız hazırda başlandı. G'anizat. Muborak bo'lsin! Muborak bo'lsin G'anizat. Ikki mahirning keskin raqobatlashish oxirida do'stona xo'shlashganligi bizni texnik suyundirgan manzaralarni ko'z oldimizda zohir qildi. Biz programmamizni boshlashdan ilgari xuddi do'stona samimiga solgandek bizning ustozlarimizninki tanlanmay qolgan mahirlarni o'z guruhiga qo'shib olish fursati bor edi. Shunlashqa men shu topda naq maydondagi mehmonlarninki men bilan birlikda ta'tir sanaq 10 ni sanishini umid qilaman. Qani yuqori ovozda bizning qaysi ustozlarimiz İlyarni o'z guruhiga tanlab oldiki men bilan birlikda sanab bergan bo'lsanglar. 10 9 6 5 4 3 2 1 Afsus. Shu topda balkim İlyarning yurak so'zlari bo'lishi mumkin. Müzik tarafındaki 10 nafar qo'lliq uchun alayda rahmat aytaman. Anamdekin erken mağlubumu dağılıp ustazan mağluğa salmını bildirolay. Rahmet. Ben teha Ali Mektebine 2. yıllık okuyatıman. Bana tek fırsat köp. Bugün üzerindeki en yaxshi ifadesini cari kıldıramagan buluşum mümkün. Ben yana tarışıma. Rahmet. Yuqorida ustozlarimiz o'zlarining yurak so'zlarini, baholarini aytib o'tdi. İlyar menimcha o'lgan chog'da bugun sizningki bu sahnada toza ko'ngildagidek natijaga erishamaganligingiz balkim sizni erishmoqchi bo'lgan muvaffaqiyatning sizdan texnik zo'r narsalarni kutayotganligidan bo'lsa kerak. Lekin noyat baxtli qoldi bizning 4 nafar yetakchimiz bugun siz erishmoqchi bo'lgan muvaffaqiyat talab qilayotgan narsalarni sizga noyatda astoydillik bilan tushuntirib qo'ydi. Shuni o'zimi noyat yaxshi bir g'animat fursat bo'ldi deb o'ylayman. Undaqda oxirida sizningki buningki keng ishlaringizga texnik zo'r madad qutuqlarni tilaymiz. Aman bo'ling. Yoshlar o'tdak qizg'inligi bilan o'zi yaxshi ko'rgan ishlar ustida izlanadi. Izdanish g'alaba yoki mag'lubiyat bilan oxirlashadi. G'alaba bizni bir qadam oldiga siljitsa, mag'lubiyat bizni bir qadam tovlaydi. Bugungi yoshlarimiz dal mushundoq maydonga muhtoj. Manzilinglarga barakat tilaymiz. Shu tapda sizlarning diqqatingizda bo'layotgani birodarlar sahnasidagi keskin raqobat. Xo'sh, undaqda navbatda bu sahnamizda bizning bu boks maydonimizda yana qaysi ikki mahir raqobatlashirgandi? Ular bo'lsa, Ko'rildan kelgan Asqar Yunus bilan Urumchidan kelgan do'stimiz Qurbonjon Mahmud. Qarshi olamiz. Asqar Yunus bilan Qurbonjon Mahmud. Uslub jihatdan bu biroz yaqin keldi Asqar Yunus bilan Qurbonjon Mahmud. Asli meni o'yimda ikkisini bir naqshga o'qitib bir güzellik salay deb o'ylagan, lekin yana o'zininki mayirlarniki o'ziniki xohish bo'yicha ayrim naqsh aytay deganda shularning fikrini hurmat qilib ayrim naqshga tayyorlab qilyotdi. Arman bilan bo'lib sarson aldım olsa, otun gördüm dersen, olup kaldım bu aziz hayatımda sen, benimle ötsünden sen, yüreği köysünden sen, ya, sevgimizni uçganda kılın, beni yalnız taşla bitem sen. Aynı vaqtda Erkin Abdullah ustoz men uchun o'rindiq tuyulayotganda men shunchalik hayajonlangan hamda shu birodarlar sahnasi o'tirib texnik hayajonlandim chunki bu yerda naqshni yaxshi aytadigan yaxshi bolalar bor ekan
o'zimning kamchiliklarini his qildim. Erkin Abdulla ustoz menga naqshim tanlab bergan vaqtda ovozimdagi yetersizliklarni so'zlab berdi va o'zining tajribasini so'zlab berdi. Men birodarlar sanasi tanlanganligimdan intayin xursand bo'ldim, chunki Ipak yo'li sadosi programmasiga qatnashdan burun men Erkin ma'lumni tanlashni ko'nglim tikib qo'ygan. Arzuyimga yetdim deb o'ylayman. Bizningki birodarlar guruhida har xil ustobdiki, har xil ovoz doirasidagi, har xil millat, har xil yosh, o'zgacha alaylik va ovozlar mujassamlangan bir guruh bo'lib qoldi. Mening ovozim yuqori ovoz, Sanam Rahimning ovozi tova ovoz bo'lganlikdan bir tal naqshini tang aytishga imkoniyat bo'lmay qoldi. Shuning uchun ayrim naqsh aytish qaroriga kelib qoldik. Hozir sahnga chiqishga tayyorlab o'tiraman. Bu qatim mayli Asqarjon Yunus chiqib ketsin, mayli men chiqib ketay. Biz Erkin Abdulla ustozning 32 mayri. Unda bo'lsa Asqarjon Yunus sahna ko'rishaylik. Oxirgi shuarim do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi. Qurbonjon Mahmud seni ko'rishaylik. Oxirida Asqar Yunus bilan Qurbonjon Mahmudning sahnaga chiqqan chog'da tortinchoqlik qilmay, o'zini qo'yib berib, guruh tutqanlariga, do'st birodarlarga, jumla xalqimizga o'zining ko'ngildagi ovozini yetkazishni chin dildan umid qildim. Gözlerimden akar taranmak yaşlar, armağanla bulup sarsan yıldız bilen sır düşüp her tünde, armağan bilen sığınıp seni. Gözlerimden akar taranmak yaşlar, arman bilen bulup serzane, yıldız bilen sır düşüp her tünde, arman bilen sığınıp seni. Günümü yanlap şımırlap yıldız, cimcik güne teklerli, mutluluktan gider yirak yiraka. Seni görsem yıldız gülgen geçidir, umurum ne bileyim sana. Yıldız bilen sır düşüp her tünde, arman bilen sığınıp seni. Günümü yanlap çığırlap yıldız, cümlet güne mutluluktan gider yirak yiraka. Arman bilen sevinip seni. Günümü yanlap çığırlap yıldız, cimcik güne teklerli. Mutluluktan gider yirak yiraka. Arman bilen sevinip seni, sevinip seni.
kaldın bu sen, ot şürüğünde sen, mız bulup kaldın sen, bu aziz hayatımda sen, ot bulup kaldın bu sen, ot şürüğünde sen, mız bulup kaldın sen, muhabbetimizde sen, dinini bütünden sen, yüreği köysünden sen, yar sürgümüzü unutkandan kılıp, beni yalnız taşlap gideceğim sen, dinini bütünden sen, yüreği köysünden sen, yar sürgümüzü unutkandan kılıp, beni yalnız taşlap gideceğim sen. Ot şürüğünde sen, az bulup kaldın sen, bu kısa hayatımda sen, ot bulup kaldın bu sen, ot şürüğünde sen, muz bulup kaldın sen, muhabbetimizde sen, üstünde göğsünde sen, sevinip özünden sen, yar suyumuzu unutkandan kılıp, beni yalnız taşlap giden sen, kıyınılıp özünden sen, yüreği göğsünden sen, yar suyumuzu unutkandan kılıp, beni yalnız taşlap giden sen. Sevinip ötsünden sen, yüreği köysünden sen, sürgümüzü unutkandan kılıp, beni yalnız taşlap giden sen, sürgünün üstünden sen, yüreği köysünden sen, yar sürgümüzü unutkandan kılıp, beni yalnız taşlap giden sen. Sevgilisi bilen söyle. Kitapta Erkin efendim belki en ciddi şarttan buluşu mümkün. Yana okşaşta bizden 3 nefer yetekçimizin tavsiyesiga muhtajmiz. Askarjon inamizning ovozi zilkim. Ama ustiga aşı ağırlıqdaki bazen inçkiyen ondan hal qaldı. Qurbonjon inimizdan ovozi to'maroq ekan. Buni o'zgacha o'zining uslubida yaxshi urdi. Ammo hissiyot jihatda Askarjon inimizdan sal kamchilik qoldi. Men Askarjonni tanlayman. To'g'ri, Abdullah Abdurim efendim. Askarjon mikrofon bilan bo'lgan munosabatni muamdan hal qilyotdi. Bu naqshchi bo'lish tegishli texnik masalalar. Mening taklifim bu naqshni bundan keyin aytib qolsangiz, mana biz sal ostroq, muqim suratda aytsangiz, texim rahat ayta olasiz. Qurbonjon akamning ovozi texim mo'ng'liroq, bom ovozga hamda mening his qilishimcha tuvan ovoz qismida chiroyli yetkazdi bizga. Ameliyat bu naqshda inchibak yuqori ovoz yo'q. Mushu naqshga nisbatan avjiga chiqqandan keyin biroz qiynalib qoldim. Shu bugun men inim Erkinjonga tavsiya qilgan o'quvchim Asqar
Hurmatli Abbas xonim, sizning o'ylaganlaringiz qanday? Ikkisi ikki xil ovozgan, mening tavsiyalarim Asqar. Erkin Abdulla efendim, nəhayət aydın oldu bizning 3 nafar yetakchimiz o'zining tavsiyalarini, ko'z qarashlarini so'zlab o'tdi. Balkim ularning ko'z qarashlari sizning eng oxirgi qaroringizda belgili ta'sir ko'rsatishi mumkin va balkim ular o'zlarining gruppasidagi yana bir tanlamoqchi bo'lgan bir mahirni qo'lga keltirish uchun sizni qaymoqtirayotgan bo'lishi mumkin. Boshida taktiklar bor. Shunda buni nazarda saqlab qilish qolmaydi. Shunlashqa eng oxirgi qarorni yalnız siz idrokiy holda chiqarishingiz kerak. Ben birodarim Asqar bilan Qurbanjonga shu naqsh tanlaganda o'rlash jihatda ikkilisiga Rahmaydon pianino bilan o'rlash taklifini bergan. Demakchi o'g'lim mana shu tirik muzikaniki kuchi. Men bilan davomli ma'laydi deb o'ylagan birodarim Asqar. Muborak bo'lsin! Muborak bo'lsin Asqar! Shuna hayajon solgan minutlar bo'ldi. Bu Qurbanjon, programmamizning qoidasi ya'ni ikkinchi bosqichda bizdan qolgan yetakchilarimizga ozroq fursat berish vaqtimiz bor edi. Uni qayrnashlar yuqori ovozda yana men bilan birlikda ta'tir sanaq 10 sanaq bergan bo'lsanglar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Balkim Qurbanjonning shu taqda sahnimizdan vaqtliq ayrilish oldida demakchi bo'lgan yurak so'zlari bo'lishi mumkin. Ana faqat Mening ustozim Erkin Abdulla ustozi kaptenga rahmat aytaman, jafoat etdingiz. Va biz men bilan hamroh bo'lgan 32 savol uchun rahmat aytaman. Savodoshlar. Jafoat etdingiz. Yana rahmat aytaman. Mening muzikalarni bu yerdan qilgan akamga rahmat aytaman, ayolimga rahmat aytaman. Rahmatlar. Barliq do'stlarimga rahmat aytaman. Va yana shu bugun men bilan Sayf Namroyev Asqarjon, mening yaqin og'inam, yaqin do'stim, Teshirmahan, Uyadmahan, Asqarjon Yunus, mening orzuyimni sen çok qulog'i chiqadi. Rahmat. Qalam egisining o'tkir qalami bilan chalg'u taridan chiqqan zil ovoz birikib, esil kuy vujudga chiqadi. Aytquchining chin hissiyoti bilan bu asar yuraklarni larziga keltira oladi. Natijaning qandoq bo'lishi muhim emas. Muhimi chin hissiyotinglar bilan o'zinglar tanlagan naqshini voyaga yetkazib o'rlab berdinglar. Rahmat sizlarga. Xo'sh, muhtaram ustozlar, aziz tomoshabin do'stlar, shundaqla televizor ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Navbatda bizning bu raqobat sahnimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz kimdi? Ular bo'lsa-mu, Amerikadan Elis Anderson bilan Urumchidan Rayhongul Muhammad. Yana bir grupa Elis Anderson. Yani Uygurcha ismi Nazaket bilan Rayhongul Muhammad shu ikki qizchaqni sahna hamrohi qildik. Meni kendi shaxsan o'yinimda ikkisiniki ovoz doirasi, ustubi amaliyotda yaqin kelmaydi. Yaqin kelmaydi, ayrim. Masalan, Nazaketniki ovozining kuchi va to'g'ri va Ben burada sahnəsini tanlanğandan keyin nəhayət bək xoş olub getdim. Nişdə desənglər, birinciden mən müsabiqə qatnaşışdan burun Erkin əfəndim mənə öyrüzdə onu çoxum tanlayman degandim. Məblərdə miliyat qalsızda Maybe yarın miliyat qalsızda Rayhongul Muhammadniki aksicha yengil, yumshoq, yiqimliq. Lekin eng oxirida biz nurg'un o'ylashib, Nazakat bilan Rayhongul Muhammadni sahna hamrohi qilib chiqishni bekitdik. Mening sahnadagi hamrohim chet ellik qiz Nazakat chiqarib bilgan vaqtimda menda jiddiy hissiyot bo'lib qoldi. Chunki Nazakat bu jonliq jaz musiqalarni aytadigan, men bo'lsam lirik naqshlar aytganligim uchun bir xil jiddiy hissiyot bo'lib qoldim.
bir taraftan gitarchilik, bir taraftan naqsh etish. Bu endi alaylik bo'libmi qizlarning alaylik ozda endi gitarchilik to'g'ri naqsh etgan. Shunga endi keyin men eng yaxshi gitarchilik esimiz texim yaxshi bo'ldi degan fikrlardan o'zbekcha bir naqsha tayyorlik qildi. Bu qadimki musobaqada men Rayhongul bilan sahnaga chiqib naqsha etaman. Men bu qizni nayt kuchli bir maylidir deb o'ylayman. Uning sahnaga chiqib naqsha etish uning bir tajribasi bor. Gerçi bu şekillerdeki uslub okuşmaz bolsa-mı, lekin şu musobaqanınki qoidasi bo'yicha yanılan şu sahnem ray bo'lib sahnaga chiqish olib turdi. Sahnada o'zimning mavjudligini va qilganligi men uchun zo'r talba. Men sahnaga chiqmoqchi. Rayhongul, tayyorlik tutdingizmi? Urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga o'zining ko'ngildagi ovozini yetkazishni chin umid qildim.
güzel. Siz men bugün şan insan bulsanız ben. Hayran hayran taqdirim tutacağız. Kısmetlerden beni atkalsanız ben. Beni yarım beni atkan alsanız ben. Siz men taraf olsanız ben. Siz men taraf olsanız ben. Unda bo'lsa, ko'rman do'stlar, bizdan qolgan 3 yetakchi ustozimiz bularga nisbatan qanday baho va tavsiyalarni bergan. Bu baho va tavsiyalar Erkin Abdulla efendimning mahir tanishiga ta'sir ko'rsatdi yo'q. Qani, oldi bilan Mahmud efendim sizning tavsiyalaringizni anglab baqsak. Sonlarınız Reyhan Gül. Nəhayət özünün küçük avazı bilen zaten. Ben onun sel azraq esa paşidek çıkıdı da avazı. Lekin hissiyatlık oqtaydı nəhayət yaxşı. Eylis Hanım'ı kelsek, yaş baharını Uygur'ninki sanat işleri için, begişliğallık için ben Eylis Hanım'la kalıyorum. Rahmat. Unda bo'lsa, Abdulla efendim sizning tavsiyalaringizni anglab baqaylik. Bugün Elis etken bu nakşıda kıyımlıklar köp. Bunun birisi nefes meselesi. Şu mısrağını uğlap, teksitsiz parvaz kıldırdığı ayırı var o. Muş işkisinin aralığında nefesini doğru elip ülgümüse kiyinki ahağın hata çıkıp gidiyordu. Avaz özgürüp gitip kalıdı. Bu meselenin Elis bugün naiti doğru el kıldı. Reyhan Gül'ün avazı bizge natunuş emez. Bugün umumen bana tazı özünü toluk namayan kılalıqandek tuyulmay kaldı. Şunun için benim tavsiyelerim Elis. Rahmat. Unda bo'lsa, Nurnisa xonim, siznikini anglab baqaylik. Elis Hanım, İpek Yolu Sadası, Kuş Avazlar programmasida birinci aylanma musobaqada siz bizning tang qoldirayotgan bu maqol tamsillaringizni hoshimizdan ketkizib o'tgansiz. Shunda xush bo'ldik. Sizning shu Uyg'ur uchun o'zingizning aqidasi bor ekan, vujudingizdan Uyg'urni yaxshi ko'rganligingizdan intayin suyundik, hammamiz o'xshashlam. Rost degandek nafaslar ovozni o'rniga joyiga keltirish, ash melodiyaningki yuqori qismiga kelgan chaqdami ovozingizni shu yerga yetkazishning o'zi acha nafas bilan kayni yugurib ketib qolgan shu o'darda siz shuni yetkazdingiz. Biz intayin hayajonlanib turib angldik. Reyhan Gül singlimiz, biz mushu yumshab chilikda ko'p ketdik bu naqshlaringizdan. Ammo mushu azroq nafaslarni ammaydigan yerlarga kelgan chaqda as-saldingiz. Erkin birodarga tavsiya qiladigan mahirimiz Elis Hanım. Rahmat. Sizlardan keyin bahasi va tavsiyasiga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Unda bo'lsa, eng oxirgi tanlash yanala o'zingizda Erkin Abdulla efendim. Bizim birodarlar guruhimiz şu naqsh tanlaganda demokratik qilayli. Şu mayırlar, bizim birodarlarimiz o'zi qalgan naqshni, o'zi yoqtirgan naqshni o'zinglar tanlanglar degan chiqdi. O'zi naqshni o'zi tanladi. Men uch nafar ustozniki fikirga tamamen qo'shilaman. Muborak bo'lsin Elis. Seni tabriklayman. Shu arama ag'ashtiring. Sizdan yana bir qatorliq fursatimiz bor. U bo'lsin qadrlik naq maydondagi aziz do'stlar, men bilan birlikda 10 sekundni jaranglik ovozda sanab bergan bo'lsanglar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Asmarlık iş bo'ldi. Reyhan Gül. Sizning bu qatam sahnadan xo'shlashganligingiz balki mangu sahnadan xo'shlashganlik hisoblanmaydi. Chunki san'atniki cheki bo'lmagandek san'at haqidagi izlanishlarning mangu cheki bo'lmaydi. Texnik izlaning.
Rayhon Gülsünün müştabiki hissiyatınızı anlap bastak bulandı. Gerçi mağlup olgan dostlarımı müştahlik çıkıp özümün bir müştahlik kabiliyetimin bağlılığını başkalarına bildirsem şunun için halba. San'atning chegarasi yo'q, qalblarning mahal. Amerikadan kelib milliy muqomlarimizga ishtiyoq bog'lagan Elisning bugungi natijasini qutlug'laymiz. Yaqinlik ovozi, mungluq gitar muzikasi bilan qalblarimizda iz qoldirgan Rayhongulning bundan keyingi san'at hayotiga barakat tilaymiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zaltı işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlarga omad tilaydi. Çin Güzel Yipek Yol Sadası programması. Növbette huzurunlarda buluvatqını Buraderler sahnesi. Xo'sh, hurmatli ustozlar, aziz tomoshabin do'stlar, shundoqla televizor ekrani oldidagi ko'rman do'stlar. Navbatda bizning raqobat sahnamizga tushib, raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Charchandan kelgan Guljamol Turdi bilan Kuchadan kelgan Mahira Ahad. Guljamal Turdi bilan Mahira Ahad ikkisi sahna amroyi bo'ldi bu. Ikkilardan xalq naqsi etmoqchi. Ikkilarniki ovoz doirasi, uslub jihatdan xilla yaqin keldi. Asli bir naqsha eshitishimi yaxshi bo'ldi. Lekin Guljamal o'ziniki yurtniki Charchandan xalq naqsi etmoqchi bo'ldi. Shu sababdan yani ayrim ikki naqsh etmoqchi bo'ldi. Guljamal o'zi bir tarafdan tag'roq ichilib aytmoqchi. O'zgacha alaylikka ega. Bizimki birodar guruhida nurg'un naqshchivallar o'zi chelib aytadi. Buningda texnik nisbatan ta'sda men qalbini ikkiga bo'lgan gap. Men bu guruhga tanlangandan keyin erkin muallim menga burun o'zimda his qilib baxmagan kamchiliklarni his qildirdi. Naqsh aytgan vaqtda kuchlik ojiz taraflarini qanday his qildirish jihatda intayin menga yaxshi tarbiyachi bo'ldi. Mahira Ahadning aytib pishqan naqshchi bizimki o'qituvchi. Çünkü o'qituvchi biz repetitsiya jarayonidan his qildik. Repetitsiya jarayonidagidek lam tamtirmay shu paytda eslam cho'nchatoq yo'q bo'ldi. Ishkilaylan intayin pishqan naqshchilar, intayin xotirjam naqshchilar. O'zini tutib olgancha. Bu Guljamal ham naqsh aytib, ham muzikchilik deganda mavaqanda bir qadar kuchliga. Gerçi men uning aytmasam, ammo muallimning bizning tarbiyalagan shu usullar bo'yicha cho'qim o'zimga bo'lgan ishonchga asosan bu qatimliq musobaqada yangi chiqimi deb o'ylayman. Erkin muallim menga sahna hamroyim Mahira Adamni e'lon qilgan vaqtda men shunday kuchli bir mayil bilan odil raqobatlashish fursatiga ega bo'lganligimdan intayin xushal. Unda xos Guljamal nozir sahnaga chiqmoqchi tayyorlig'ingiz tutdimi? Mening shuarim ishonch g'alaba. Hozir men sahnaga chiqmoqchi. Mahirada sahnada ko'rishaylik. Ishonch g'alaba. Shunga ishqilanglarga yaxshi natija tilaymiz. Yaxshi natija tilaymiz. Xo'sh omad yer bo'lsin. Seni
g'amim ko'pdir ey gulirana bexabarsan nolazarimni talay menga gardek berayran ayedi canan yar edi ayedi canan yar edi Biz yuqorida bu 2 nafar mahirimizningki tog' naqshisi bilan milliy ustidagi xalq naqshisini anglab o'tdik. Lekin biz o'xshashlar yana hal qilg'uch bosqichimizga qadam qo'yib turyapmiz. Shunga biz eng oldi bilan 3 nafar yetakchi ustozimizningki tavsiyasini anglab boqaylik. Eng oldi bilan bizning sevimli qizimiz Nurnisa Abbas xonim kimni tavsiya qildi ekan? Mushu Erkin Abdullahga tavsiyarim Mahirani tavsiya qilman. Rahmat. Ondan sonra Mahmud efendim. Gülcemal, ağız dairesine ait bir oktura geldi ama avazlarına ait yakşı el kılıp oktaydı. Hayır, ait şükür avazıyla bir avaz kısık kalamı kedisem o yani çıkarttı bir yerlige. Ama sel mukumsuzluk ahvallar yüzbeden de. Bunda boğan deyin kelim de. Bizdenki Düzenlik göz karşıda ben Gülcemal sağlığımızga bir bilet. Rahmat. Lafıza Abdullah efendim, siz kimle tavsiye kılsız? Naqsha o'zining go'zal melodiyasi bilan bizga ilhom baxsh so'zlar bilan bizga tanbih nasihatlarni so'zlaydigan so'zlar bilan texim go'zal. Ondan naqshchining ovoz bilan, uning hissiyoti bilan, uning qobiliyati bilan texnikasini texim go'zal bo'lib tuyuldi bizga. Bugun mashq sonimizning naqshisidan huzurlanib, anglab, o'zimiz ichimiz baho berib o'tirdik jumladan. Mayra singlim niki naqshisi texmo bizga intayin samimiy ta'sir berdi. O kunlarda bir-birimizga samimiylik kerak. Mana bu shunday bir jamiyat yashayotgan bizdek insonlarga Mahiraning sap sada hech qanday bir axlat aralashmagan yoki yasash jabdush qo'shilmagan sap ovozi albatta bir samimiyatdan bizga shunday go'zal bir tuyg'uni ato qildi. Rahmat. Guljamal Mahmud efendim degandek nayti
o'zininki bir kasbiy safosini garchi bir 3 minutlik naqsh bo'lsa-mu, shundan biz uni bu o'zi qilayotgan ishga nisbatan pozitsiyasini oydin uqqandek bo'ldik. Shu uchun izlangan bo'lg'achqa, ko'p izlangan bo'lg'achqa cho'ng sahnalarda o'zining talantini namoyon qilish fursatiga ega bo'ldi. Bunda gap yo'q. Texnik jihatdan ovozlarni, hissiyotlarni bir taraf qilish jihatdan albatta Guljamal bugun ustunlikni egallaydi mening ko'nglimda. Har ikkilisiga yaxshi baholarimiz bor. Biroq biz bir kasbiy xodim bo'lg'achqa bugungi musobaqada Guljamalga bir tal bilet tashlaymiz. Rahmat. 3 nafar yetakchi ustozning tavsiyasiga ko'p rahmat aytamiz. Undaq bo'lsa, bu 3 nafar yetakchi ustozning tavsiyasi Erkin Abdulla efendimning o'ylagan yerdan chiqdimi, qandaq? Undaq bo'lsa, eng oxirgi tanlash yanada o'zingizda. Qanday qilsak bo'ladi? Papaplik ketmaydi ma. Tas bo'ldi, tas. Qaysini tanlasak bo'lamiz tomoshabinlar? Ikkilalarni tanlasak oxirida qanday qilamiz? Shularga g'o'bak oson unda deysiz. Undanchi bo'lsa, 32 ni hammasi o'xshash tanlayversan bo'ldi. Ben bir işini so'rab bag'aya. Sizlar bir yordamchinglar, biz bir bilet tashlab baqli. Mahira tanlaydiganlar. Qo'l ko'taringlar. Qo'l ko'taringlar. Ovozinglarni anglab baqay. Mahirani tanlaydiganlar. Endi qo'yinglar. Guljamalni tanlaydiganlar. Endi qog'ini o'zini hissiyotligi bilan birlashtirib. Eng oxirgi qarorni chiqardiganimi, ya'ni siz Erkin Abdulla efendim. To'nqur daryoga sekiribdik o'zimizni bilib bilmay. Ya bayatın alik demagan chaqda Mayra mendan bir ishni so'rgan. Bizning birodarimizning birisi bayatın 16 kirenmay sel-pal qapib qilib ketib qapti. Deganda men bu chaqchaq agar siz 16 kiremsiz sizmi qapib ketib qolamsiz ya desam, voy yaqay dedi o'zi. Unda olsa demoqchimisan? Biz ma birodarlar birisi biz dastlab shunda paranglashgan shunda deyishgan. Biz shu naqshga qilayli. Biz sabaq qilmayli edi. Shunga bu naqsh kechilikimizga o'zim chiroyli naqshni ilib kelgan. Guljamal turdi bilan Mahira Ahad. Hazırda başlanadı. 16'ga tan kirdi. Mübarek olsun! Mübarek olsun! Mübarek olsun! Lafızda. Tirishchanlik, umid istaklari birlashsa, qalbi manzillariga yetmak qancha mushkul bo'lsa-mu, aman yetkila bo'ladi. Guljamal Turdi bilan Mahira Ahad o'z tirishchanligi va talanti bilan keyingi bosqichlik programmamizga